Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun bug'doy haqida gaplashamiz. Tayyormisiz? Unda bo'lsa ketdik. Bug'doy eng muhim donlardan biri. Uni dehqonlar dalada o'stirishadi. Odamlar undan ko'pgina narsalar pishirishadi. Masalan, non, булочка, makaron, pechenye. Bug'doyning doni juda kichkina, lekin uni ichida katta kuch bor. Qadim zamonda odamlar bug'doyni tosh bilan ezib, undan un olishgan. Keyinchalik tegirmonlarni o'ylab topishgan. Hozir esa buni zavodlar qiladi. Shu bilan do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Agar yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib, podpiska bosib qo'yinglar.